So'lib ol, lampasiga to'ldirdi, chakishni boshladi. Chakdimi? Mana bir kun vaqt o'tib ketdi уже. Agar zapas konfeti bo'lmasa, tabletkasi bo'lmasa, lirik kameraga berma. Tabletkasi bo'lmasa uxlamaydi. Qachonki narsasi to'xtaydi, keyin uxlashi mumkin. Lampadagi narsa tuguncha chakib o'tiraveradi. To'xtatdim men buni deb, shu ikkita konfetni ichib, ishtahasini ochishi uchun, uxlashi uchun ovqatini yesa, uxlasaki to'xtaydi. Bo'lmasa to'xtamaydi u. Hech qachon to'xtamaydi. Sali o'yla. Uje ertangi kun yorishgandan keyin ko'ziga narsalar ko'rish boshlanadi. Qulog'iga narsalar eshitiladi, xavotirga tushadi, yuragi o'ynaydi. Tez o'ynaydi. Narkadagi yana zamin bo'ladi. O'zini eplab olish uchun, sal o'ziga kelish uchun yoki geren qiladi, yoki shu tabletkasi ichadi. Shu bash qo'rquvli, qulog'iga narsalar eshitilib, shu narsa joniga tegib ketgandan keyin o'sha o'zini o'ldirishga harakat qiladi. Misol uchun 5-6 etajda domda bo'lsa o'zini tashiydi. Hech qaysi bekorga emas, o'zini o'ldirayotganlar, o'zini tashlayotganlar. Vannada dushda yotib o'lib qolganlar bor. O'sha yurak charchab ketadi 3 kun 4 kun davomida, u xavotir, u stress, kimdir quvlayotgandek bo'ladi. Hamma narsa ko'ziga ko'rinadi. O'sha og'aynilari pastelda xotini bilan zinoq qilayotganlari ko'rinib qolishi o'ziga mana shunaqa narsalar уже bo'ldi. Xotinini o'ldirib qo'yib, bolasini o'ldirib qo'yib, juda opasli bo'ladi.